Alaykum, yaxshimisizlar? Xullas bitta zo'r nima deydi haligi? Nima bo'la bu? Darsli deydimi, shunaqa narsa deydi. Bular qanday qabul qilasizlar? Sanchaynilarda bu. Mana bu yerda 4 ta truba, ya'ni dur konturni kotelga moslangan. Dur konturniga. Mana biz bu yerda oldik, xullas mana unday narsa chiqarib qo'yibdi mana. Mana bu padachi. Suv kotelga ketyapti mana padachi suv mana. Xullas. Endi mana bu obratga. Mana bu issiq suv, mana bu sovuq suv. Bu qaysi nima deydi koteldiki? Dur konturniki qaysi? Firmaniki xuddi shunaqa. Men qo'ygan ko'p firmamda bunaqa emas edi. Shunga shu qanaqa firmaniki ekan, shu firmani bilganlar bizga mash firma deb yozib yuboringlar iltimos.